Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Siz bilan birgalikda tajvid ilmini, boshlang'ich ilmini o'rganamiz va inshaalloh o'rgatamiz. Allohning izniyle. Ya'ni tajvid qoidalari nima va boshlang'ich tushunchalarni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz inshaalloh. Xo'p, keling, sizga bir ya'ni tajvid nima, tartil nima, shular haqida tushuntirsam. Qur'on tartil bilan tilovat qiling. Muzammil surasi 4-oyat. Tartil so'zi biror narsani shoshilmasdan, ochiq-oydin va tushunarli qilib o'qishga aytiladi. Ya'ni sahobalar Ibn Abbos roziyallohu anhu ushbu oyatni hamma tushunadigan qilib o'qing deya tafsir qilishgan. Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam bunday dedilar. Qur'on tilovat qiluvchi mu'min kishi, ya'ni rangi chiroyli, lazzatli, xushbo'y meva, ya'ni yangiliq, mazasi ham, hidi ham yaxshi. Qur'on o'qimagan mu'min kishi esa xurmoga o'xshash mazasi shirin, lekin hidi yo'q. O'zi kofir, lekin Qur'on o'qiydigan kishi rayhon kabi xushbo'y, ammo mazasi achchiq. O'zi fosiq va Qur'on o'qimaydigan kishi hamak o'xshaydi. Uning hidi ham yo'q, mazasi ham achchiq. Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Usmon roziyallohu anhu Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladilar. Sizlarning yaxshilaringiz Qur'onni o'rganib, uni o'rgatganlaringizdir. Buxoriy rivoyati. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinadi. Kim Alloh taoloning kitobidan bir harf o'qisa, unga bitta savob yoziladi va 10 barobar qilib beriladi. Alif, lam, mim harf demayman, balki alif bir harf, lam bir harf, ya'ni mim bir harfdir deb aytganlar. Termiziy rivoyati. Keling, ya'ni istiaza va shularning hukmlari bilan ya'ni tanishib chiqamiz sizlar bilan birgalikda. Istiaza degani bu ta'awuz, ya'ni Allohdan shaytonni vasvasasidan panoh so'rashlik. Ya'ni a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Basmala esa mehribon va rahimli Alloh nomi ila boshlayman deb biror bir ishlarni boshlashingizdan avval aytiladigan kalima. Bismillahirrohmanirrohim deb aytmoqligingiz kerak ekan. Endi tajvid ilmi. Tajvid so'zi lug'atdan biror narsani yaxshilash, sifatli va mukammal holda bajarish ma'nosini anglatadi. Istilohda esa Qur'ondagi so'zlarning har birini o'z miqdori va sifatiga talaffuz qilish, istilo va istifola harflarini bir-biridan ya'ni fikrlab, tavqim, ya'ni tarqiq, idg'om kabi qoidalarga amal qilishlik, ya'ni ta'lim berguvchi ilm hisoblanadi. Tajvid ilmining maqsadi Qur'oni Karimni to'g'ri o'qish bilan ikki dunyo saodatiga erishish. Tajvid ilmini o'rganish har bir muslim va muslimalar uchun farzi ayn. Tajvid ilmini o'rgangan o'quvchi 3 narsaga e'tibor qaratishi kerak. Harflarning mahroji, ya'ni harflarning sifati, ya'ni harflarda duch keladigan tajvid qoidalari va doimiy takror bo'ladigan qoidalarga. Alif, ya'ni arab alifbosi. E'tibor beringlar, Qur'onda yozilgan arab tilida hamma harflar 29 ta harflar mavjud. E'tibor beramiz, hamza bilan 29 ta. Agar hamzani oladigan bo'lsa 28 ta harf deb ataladi. Endi sizlar bilan buguncha o'tadigan mavzularimiz, ya'ni tajvid ilmi, tajvidning kelib chiqishi, ya'ni tajvid 3 qismga bo'linadi. Birinchi qism harflarning mahroji, ikkinchi qism harflarning sifati va uchinchi qism tajvid qoidalari. Biz tajvidni o'rganishimiz uchun faqat ko'pdan ko'p 200 varaqli kitobni o'qiymiz degan narsa emas. E'tibor beramiz, tajvid ilmini ko'pchilik shunaqa deb tushunadi. Yo'q, tajvid ilmi birinchi qism harfingizni mahrojini o'rganasiz, ikkinchi qismda harflarning sifatini o'rganasiz, uchinchi qismda esa tajvid qoidalarini o'rganasiz. Ya'ni sizga juda ham Qur'oni Karimda kerak bo'ladigan ilm hisoblanadi va shu